Assalomu alaykum qadrlik anglag'uvchilar. Misrlik yozuvchi Muhammad Ahmad Jadul Mavlaning Qur'ondagi qissalar nomli kitobini o'qishni davomlashtiramiz. Davud alayhissalom. Davud alayhissalomning g'ofilligi. Oriya ibn Hannan o'z ishlariga yordamlashgidek bir xotin elishni o'ylaydi. U sehr kuchiga boy bir qizning simosini ko'z oldiga keltirdi. U bu qizni o'zining qalbini va hissiyotini asir qila oladigan, uni o'z ixtiyor ilkiga ola oladigan, jimi go'zal fazilatni o'ziga mujassam qilgan bir qiz sifatida tasavvur qiladi. Oriya ancha uzunga qolmayla ko'ngildagidek ashundoq bir qizni topdi. U boy-bayashat kishilar orasidan soyib jamol, xulq mijozi yiqimliq bir qizni ko'rdi-da, xushal bo'lib, qizning ota-onasining oldiga berib to'y qilish talabini qo'ydi. Qizning ota-onasi aniq javob bergandan keyin ko'ngli aromiga tushib, to'liq xushal bo'ldi. Shuningdan e'tiboran u huzur halovatli turmush kechirishga jiddiy tayyorlanib, to'y kunining patroq yetib kelishiga intizor bo'ldi. Oriya yosh yigit edi. Uningda puhrolik kiyimini tashlab, jang kiyimi kiyib, Davud alayhissalomning qo'shiniga qatnashib, Alloh taolo yo'lida jang qilish, o'z davlati uchun qurbon bo'lishga tayyor turish majburiyati bor edi. Bu jasoratli yigit jang qilish majburiyatini ado qilish uchun qilchi ikkilanmasdan qo'shinga qatnashib, boturlik bilan jangga otlanishga tayyorlandi. Lekin uning qalbini muhabbat bilan tashvish tangli chulg'ib olgan edi. Oradan uzun o'tmay, uningdagi shirin g'oya uning ko'nglini tindirib g'am-g'ussidan xalos qildi. U olmoqchi bo'lgan qiz Shabih uningdan yiroq yerda tursimi, baribir uningga mansub edi. Umi qizga mansub edi. Şuna Oriya jang majburiyatini ado qilish, ondan suyumlik yorining yeniga qaytib kelish umidida bo'ldi. Oriya qo'shin ichida uzoq muddat majburiyat o'tab, son-sanoqsiz tun va kunlarni, behisob jang g'azotlarni beshidan kechirdi. U sabr toqat qiladi. Jang bilan hammani unutdi va hamma ishni Allohga topshiradi. Taqdir uni so'ygindan uzoq muddat ayrilishga majbur qildi. U urug' tuqqan yurtdoshlardan xat xabarmi ololmadi. Hamma ish uningga umidsiz tuyuldi. Hatto uningda ozroqmi umid qolmadi. Bir kunlar kelib, Kamolatning simvoli shoyixning qiziga, ya'ni Oriyaning so'ygini Shabihga podshoh Davud alayhissalomning ko'zi tushib qoldi. U darrov qizni o'z amriga olmoqchi bo'ldi-da, qilchi ikkilanmayla berib to'y taklifini qo'ydi. Allohning bu payg'ambarining talabini kim murod qila olsin? Padişahının toy qilish talabi Sabihning urug' tuqqanlari uchun sharafli ish emasmi? Oriyaning ketganiga uzun bo'lgan bo'lib, Oriya bilan Sabihning munosabati susishib qolgan edi. Qizning urug' tuqqanlari moshuni bahona qilib, qizni to'yliq kiyim kiygizib, o'zlarining payg'ambari Davud alayhissalomning huzuriga ilib bordi. Shunda qilib, qiz Davud alayhissalom bilan huzur halovatda o'tdi. Bu xabar jahonning bir chetidagi Oriya uchun yoshirin o'q bo'lib tegdi. Biroq uningga nima amal? Hamma ish Allohning ilkida edi. Alloh taolo o'zining rahim shafqati bilan odamlarning jarohatini saqaytidi, dard alamlarini tugitadi. Qiz uning ilkiga o'tib bo'ldi. Davud alayhissalom buningdan keyin o'z orzusi bo'yicha ish qilaverdi. U bir mazgilgacha o'ziga o'zi tuzumlarni o'rnatib, vaqtni to'rtga bo'ldi. Bir bo'lik vaqtini o'ziga qoldirdi. Bir bo'lik vaqtini Rabbiga ibodat qilishga ajratdi. Yana bir bo'lik vaqtini kishilarning da'volarini bartaraf qilishga ajratdi. Oxirgi bir bo'lik vaqtini bo'lsa, kishilarni hidoyatga qandoq boshlashni o'ylanishga ajratdi. U podshoh ham payg'ambar edi. Uning hujrasi oldida Yasavulloh navkarlar turishadi. U o'zi o'rnatgan tuzumga zodi xiloflik qilmaydi. Dono fikridan eg'ib ketmaydi. Bir kuni ikki belgilanmagan bir vaqt kelib, Davud alayhissalom bilan cho'qim ko'rish talabini qo'yib turib oldi. Bu ikki odam azmatlarga xos har xil aloyidliklarga ega bo'lsa-mu, lekin ular Davud alayhissalomning tuzumiga rozimanlik bilan bo'ysunishga odatlangan Bani Isroilga o'xshashmaydi. Muhofizatchiligini ustiga olgan navkarlar ularni kirgizmadi va ulardan belgilangan vaqtgacha ta'xir qilib turishni talab qildi. Bu oddiy navkarlar
bu ikki odamning farishta ekanligini qandoqmi farq eta olasan? Bu ikkilan Davud alayhissalom bilan hozirlik ko'rishadiganligini aytib turib oldi. Chunki ular uning bilan yuz turani so'zlashish topshiriqini ustiga olgan bo'lib, hikmatli gaplar, kishini qoyil qilarlik dalillarni Davud alayhissalomning o'ziga yetkazib, uni bir savoqqa ega qilmoqchi edi. Ikki farishta Uddulla Davud alayhissalomning oldiga kirdi. Davud alayhissalom cho'chib ketdi. Farishtalar uning ruxsat qilishini kutmayli kelib, uning udulida o'ltirib, "Qo'rqmang, biz bir jib raqiblar sizga arz qilg'ili keldik. Sizdan adil hukm qilib, bizga to'g'ri yo'l ko'rsatishingizni so'raymiz" deyishdi. Davud alayhissalom ahvolni surishtirib hukm qilishga tayyorlandi. U ikki odamning munozirasini angladi. Ulardan biri dedi: "O mening akam bo'ladi. Uning 99 sog'liq qo'yi bor. Mening bo'z faqat birla sog'liqim bor. U pul desa jinini beradigan bo'lib ketdi. Texi o'zini tutib ololmay, mening oshu bir sog'liq qo'yimnimi talashyotdi. Men uning bilan datalash qilib, uni yengolmadim. Uni ayt gapdan bo'g'ashqa og'zimni ochirmadi. Uningga tang kelolmadim." Davud alayhissalom ikkinchi kishidan pokit ko'rsatib, o'z qarashini o'ttirg'i qo'yishni talab qildi. Ikkinchi kishi mundaq dedi: "Mening 99 sog'liqim bor. Uning bir sog'liqi bor. Men uning bir sog'liqini elib qo'ylarimga qaytib, qo'ylarimning sonini 100 qilib olay deb o'ylab edim. Ening bunda qilishingga qarshi turdi ekan-ku", dedi Davud alayhissalom. U odam shundoq deb javob berdi. Davud alayhissalom buni anglab g'azablangan holda uni qattiq aybladi va "Unda bo'lsa, biz sening bunda qilishingga ruxsat qilmaymiz. Agar unumasang, tayoq yeysan", dedi. Kutilmaganda heliq odam bundoq dedi: "Ey Davud, bundoq jazo sana texmi loyiq keladi. Sening 99 xotining bor turug'liq, O'riya olmoqchi bo'lgan qizga changal selib, unimi amringga ilib olding. O'riyani o'ylabmi qo'ymading?" Davud alayhissalom o'ziga ma'lumliq bu ish haqidagi to'g'ri va o'tkir hukmni anglab, beshini tuvan selib cho'nqir xiyolga cho'mdi. Ondan beshini ko'tarib yenida birmi odam yo'qligini ko'rdi. Shu hamon bu ishning sirini bilib, haqiqiy ahvolni tushundida, darrov yerga yukinib o'ltirib, hammadan ulug' Allohdan afo so'radi. Alloh taolo uningga kengchilik qilib, uning bu qitimqi savalligini kechirdi. Shuning bilan u izzat hurmatli payg'ambarlik o'rnini davomli saqlab qoldi. Davud alayhissalom jamoatning noroziligiga uchraydigan ishni qilib, Allohning ayiblashiga qolganligini o'ylabmi boqmagan edi. Shon sharaflik, martabalik bundoq bir kishiga berilgan savoq kishilarga shuni uqtirib berdiki, Alloh taolo kichik ishlarga sal qarmaydi. Cho'ng ishlarni o'tkazib o'tmaydi. Cho'ng kichik ishlarning hammasini o'lchab ko'radi. U mayli oddiy puxra yoki donishmand payg'ambar bo'lsin, hammasining ishlarini boshqaradi. U oldin ola hukm qilishni yolg'iz payg'ambarlarga bergan emas. Mabodo payg'ambarlar ojizlarning huquq manfaatiga chiqilsa, Alloh taolo buningga qarab turmaydi. Shanbichilar. Mehribon Allohning payg'ambari Musa alayhissalomning talabiga asosan, kishilar har haftada bir kun ish to'xtatib, o'zlarining egasiga duo tilovat qilib, butun vujudi bilan uningga tasbih aytib, uning mehr shafqatiga minnatdorlik bildirish orqali o'z qalbini poklashtiradi. Juma kuni Allohga duo tilovat qiladigan kun bo'lsa-mu, lekin ular boshqa bir kunni belgilashni, bu kuni Allohning ulardan boshqa kishilarning ibodatini qabul qilmaslikni o'tirg'a qo'ydi. Ular shanba kunni belgiladi. Allohmi shu kunni qabul qildi. Musa alayhissalommi shanba kuni ularga ko'rsatma beradiganligini uqtirgan edi. Bir mezgilgacha Musa alayhissalomning ummatlari asldagi odat bo'yicha shanba kuni Allohga sajda ibodat qilishni davomlashtirdi. Shu kuni ular Allohga unlik hamda sano etgan edi. Qulzum dengiz bo'yida Ayla deb ataladigan bir kent bo'lib, u yerda Bani Isroilning avlodlari turadi. Davud alayhissalom davrida ular har shanba kuni ajdodlarining diniy qoidasi bo'yicha o'lashni va savdo setiqni to'xtatib, hamma birlikda Allohga ibodat qiladi. Dengiz bo'yida ikki parcha oq quramtosh bo'lib, har shanba kunduzi va oqshimi bu ikki quramtosh yeniga lahanglar uzib keladi. Kishilarning tutib olishidan qo'rqmaydi. Har qayta mushundoq chog'da lahanglar noit shotlanib,
borgansiri ko'payib ketadi. Kishilar bundaq chaqda bu lahinglarni tutmaydi yoki cho'chitib o'tmaydi. Balki hamma maxluqot va mavjudotlarni yaratgan Allohga hamd sano etish bilan band bo'ladi. Bundaq kunda ov qilish yoki boshqa xizmatlar bilan mashg'ul bo'lish ma'ni qilinadi. Yerim kechadan o'tganda bu lahinglar yana dengizga ishkirlab kirib ketadi. O chaqda kishilarning dengizga kirib ularni tutishi tasavvurga sig'maydigan ish edi. O kentda dinga e'tiqod qilmaydigan ba'zi buzuq odamlar bor edi. Ularning oshko'zligi adab, nafsi yomonlashib ketgan edi. Hatto payg'ambarlarning talabini ko'zga ilmaydi. Ular payg'ambarlar o'tirg'i qo'ygan oxir zamonni esidan chiqarib qo'ygan edi. Bu bekor talab odamlar lahanglarni qandoq tutish ustida maslahatlashayotdi. Ular mundaq deyishdi: "Biz lahanglarni tutmay nemishga qo'yib o'tamiz? Ular borgansiri ko'payib ketdi. Yana ba'zilari bu yergacha uzib kelmoqda. Shanba kuni bizning ovlishimizga ruxsat qilmayotdi. Qarag'anda lahanglarni toptanilardan qo'rqmagandilar. Ondan tutqili bo'ladigandak turadi. Biroq bunda qilsak, to'g'ri yo'ldan chiqib ketadiganmi yerimiz bor. Shanba kuni tutayli. Shunda qilsak maqsadga yetalaymiz." Ular tayyorlanib ma'lum bir shanba kuni ko'p kuchimayla bir muncha lahang va beliqlarni tutdi. Ular lahanglarni o'ltirib go'shtini pishirib, uningdan nurg'un yaxshi yemaklik hozirlab, qo'rsoqlarini to'yg'izib, nafsini qondirishdi. Ba'zi taqvo kishilar dinga e'tiqod qilmaydigan bu buzuqlarning beshamligini ko'rib ularga nasihat qildi. Biroq nasihat ularga kor qilmadi. Ular xato yo'lda texmi uzab ketdi. Mu'minlar ularga g'azablanib, qo'llariga qo'ral elib, kentning eg'izini qamal qilib, bu gumrohlarni kentga kirgizmadi. Buzuqlar o'zlarining shanba kuni lahang tutishi g'oyib berolmaydi. Chunki lahanglar shanba kundan boshqa kunlarda kelmaydi. Bu buzuqlar mu'minlarga mundaq deyishdi: "Bu kent ham bizning ham sizlarning. Bizni haydab chiqarib, bu yerni yolg'iz egallab olishinglarga haqqinglar yo'q. Har qanday odamning butun kentni sizlarga topshirib berishiga bo'lmaydi. Bu yer bizning yurtimiz, bizning panohlanadigan va yashaydigan makonimiz. Biz bu yerni tashlab o'tmaymiz. Bizning bu yerdan boshqa borar joyimiz yo'q. Mabodo sizlar o'z fikringlarni ching turib olib, ilgirki fikringlarni o'zgartmaydigan bo'lsanglar, undaqda biz kentni bo'lishib olayli. O'tirg'i tam soqib, qandoq yashashimiz kelsa shundoq yashayli." Kentni ikkiga bo'lib olishga mu'minlarmi qo'shildi. Shuning bilan o'tirg'i bir tam soqilib, mu'minlar bilan gumrohlar ayirib etildi. İki tarafning turmushi ayrildi. Heliqi buzuqlar o'zlarining ovchiligini davomlashtirib Ular kentdan dengizga boradigan bir eriq chapdi. Shanba kuni lahanglar udul ularning ishiga uzib keladigan bo'ldi. Kashqurunligi kun qayrilib lahanglar dengizga qaytadigan chaqda bu buzuqlar eriqni to'sib oladida, lahanglar dengizga qayta olmaydi. Mu'minlar ularga qarta toptana va ogohlantirishlarini bo'shashtirib qo'ymadi. Mu'minlar o buzuqlarni "Johillik qilaveradigan bo'lsanglar, oqibatinglar yaxshi bo'lmaydi" deb ogohlantirdi. Lekin ba'zilar Alloh taolo halok qiladigan yoki qattiq azoblaydigan qavmga sizlar nima uchun vaz nasihat qilasizlar degan edi. Sura A'rof 164-oyatning bir qismi. Buning bilan ular xatolik o'tkazaverishga, g'ofillik ichida tangirqab yuraverishga qo'yib berildi. Mu'minlar ularga qayta nasihat qilmay, o'z ixtiyoriga qo'yib berdi. Chunki ular quloq solmagan edi. O buzuqlar mol dunyosi ko'payib, aysh-ishrat, kayf-safo bilan o'tdi. Davud alayhissalom oxiri chidab turolmay, Allohdan ularga bir baloyi ofat berishni tiladi. Alloh taolo uning talabini maqbul ko'rdi. Natijada heliqi gumrohlar o'ltiraqlashgan joy qattiq tavrab ketdi. Mu'minlarmi buningdan qo'rqib o'ylaridan yugurishib chiqib ketishdi. Alloh ular o'ziga qilingan vaz nasihatni qabul qilmagan chaqda yomon ishdan to'squvchilarni qutqizdik. Allohning amridan chiqqanligi uchun zolimlarni qattiq azobga duchor qildik deb bishorat berdi. Sura A'rof 165-oyat. Diqqat berganingizga rahmat.